Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan doimgidek Abdaliyeva Durdona Rustamovna. Здравствуйте, уважаемые ученики. С вами опять я. Сегодня у нас 6-й урок, и тема сегодняшнего урока – слова только единственного числа. То есть мы будем говорить о существительных, которые имеют только форму единственного числа. Demak, bugungi mavzuyimiz faqat birlikda ishlatiladigan so'zlar. Ya'ni rus tilida lar holatida bo'lmaydigan otlar. Rus tilida faqat birlikda ishlatiladigan so'zlar mavjud. Ulardan ko'plik holatini yasab bo'lmaydi. Bunday so'zlar quyidagi turlardan iborat. Ya'ni hozir biz o'tadigan so'zlarda umuman ko'plik yasab bo'lmaydi. Birinchisi, tanho ravishda mavjud narsalar, geografik nomlar va sayyoralar. Quyosh, Солнце, quyosh o'zi bitta, to'g'rimi? Mars, Luna, Tibet, Dnepr, Amerika, Toshkent, Tyanshan, Volga, Moskva. Bularni Toshkentlar, Moskvalar, quyoshlar deb bo'lmaydi. Ikkinchisi, yer osti boyliklari. Ya'ni neft, gaz, uголь, известь, zolото, серебро va hokazo. Yer osti boyliklarini ko'pligi bo'lmaydi. Masalan, o'sha neftni bir qo'shig'i deymizmi, bir qismi ham, bir idishi sisternasi ham hammasi neft bo'ladi. Mana uголь deganda adashmaylik, uголь u burchak. Uголь l yumshatib kelsa bu ko'mir bo'ladi. Ohak, oltin, kumush va hokazo. Uchinchisi, kimyoviy elementlar. Ya'ni o'sha Mendeleyev jadvalidagi kaliy, kislorod, vodorod, magniy, kalsiy, uglerod va hokazo. Misol uchun, menga kislorod yetishmaydi deymizmi yoki kislorodlar yetmaydi deymizmi? Bular faqat birlikda ishlab, bulardan lar holati yasab bo'lmaydi. To'rtinchisi, jamlovchi so'zlar. Ya'ni 4 ta 5 ta narsani o'z ichiga olib, bitta so'z bilan ataladigan so'zlar. Posuda, idish tovoq, bunga o'sha qoshiq, vilka, tarelka, kosa va hokazolar kiradi, umumiy posuda. Одежда, kiyim, kiyim-kechak. Buni ichiga kiradi futbolka, shorti, bryuki, noski va hokazo. Mebel, stol, stul, divan, kreslo hammasi bo'lib, umumiy so'z bilan jihozlar mebel bo'ladi. Bu so'zdan lar holati bo'lmaydi. O'zbek tilida bo'lishi mumkin jihozlar, lekin rus tilida mebellar degan holat bilib qo'yinglar, bu juda qo'pol xato. Ruscha so'zga o'zbek tilidagi lar holatini qo'shish bu juda qo'pol xato. Mebel o'zbekcha so'z emas, ko'p joylarda shunaqa bannerlarda ham shu xatoni ko'raman. Mebel so'zni ham o'zbekcha qilib yuborishgan, lar qo'shib qo'yishadi. Bu noto'g'ri. Mebel ruscha so'z. Unda lar holati bo'lmaydi. Обувь, туфли, ботинки, кроссовки, тапочки. Bular hammasi umumiy so'z bilan poyafzal. Rus tilida обувь bo'ladi. F bo'lib eshitiladi, yumshoq F bo'lib, lekin yozilishida V bilan yumshoq belgi bo'ladi. Уборка, supurish, tozalash, artish, sidirish, yuvish. Bular hammasi umumiy so'z bilan yig'ishtirish ma'nosida уборка. Siryo, xomashyo. Nimaiki bo'lmasa umumiy so'z bilan xomashyo bo'ladi. Qaysi turga, qaysi sohaga kirmasin. 5-inchisi, inson hayotidagi jarayonlar. Ya'ni bu bolalik, qarilik, yoshlik, unashtiruv, o'lim, bular hammasi birlikda ishlatiladigan so'zlar. Chunki bolaliklarimda yoki qariliklarimda demaymiz. 6-inchisi, fanlar. Ximiya, biologiya, matematika, ximiyalar, biologiyalar yo'q. Oziq-ovqat mahsulotlari, yog', tuz, asal, shakar, bitta qoshig'i ham maslo yoki saxir, bitta katta qopi ham saxir. Bitta qoshig'i ham miyot, bitta pley ham miyot, flaga deymiz. 8-inchisi, ba'zi sabzavotlar va reza mevalar. Markov, sabzi, kartofel, vinograd, uzum, malina, smorodina. Bir yashik sotib olsak ham malina sotib oldik. Malinalar demaymiz.
To'qqizinchisi mavhum narsalar. Ya'ni jonsiz narsalar boru, lekin ular ko'zimizga ko'rinmaydi, ongimiz bilan idrok etamiz. Bu tarbiya. Masalan, sizni tarbiyangiz deb aytamiz, tarbiyalaringiz demaymiz. Воспитание, тупость, befarosatlik, ненависть, nafrat, любовь, muhabbat. Aytmaymiz-ku muhabbatlar deb. Endi misol uchun muhabbat ismli qizlar bo'lsa, aytishimiz mumkin o'shanda ham. 2-3 ta qiz bo'lsa, bitta ismli. 10-chisi har xil sohalar. Ya'ni bu ekonomika, pромышленность, sanoat, meditsina, tibbiyotlar demaymiz. Kibernetika, metallurgiya va hokazo. Ushbu otlar faqat birlik holatida ishlatilib, barchasini o'ziga yarasha rodi mavjud. Agar biz masalan qaytadigan bo'lsak, например, воспитание e bilan tugadimi? Средний род. Тупость, ость, исть isilida bo'lsa, женский род. Ненависть, женский род. Любовь, ov yumshoq belgi bilan tugaydi, женский род. Bularga biz olmosh qo'ymoqchi bo'lsak ham yoki sifat qo'ymoqchi bo'lsak, albatta rodiga qarab qo'yamiz. Например, ваше воспитание, ваш воспитание bo'lmaydi. Ваша тупость, sizning befarosatligingiz. Моя ненависть, mening nafratim. Наша любовь, bizning muhabbatimiz. Экономика, женский род. Промышленность, женский род. Медицина, кибернетика, металлургия, bular женский род. Yana misol uchun qaytadigan bo'lsak, соль, женский род. Масло, средний род. Мед, мужской род. Ya'ni bu so'zlarning rodi bor. Faqat ko'plik holati yo'q. Demak, umumiylashtirgan holda uyga vazifa faqat birlikda ishlatiladigan so'zlardan 100 tasini yozib, rodini aniqlang. Bu sizga mana shu ko'plikni tashkil eta olmaydigan, faqat birlikda ishlatiladigan so'zlarni yanada ko'proq bilishga, ya'ni sizlarni o'sha lug'aviy boyligingizni yana ham boyitishga, bilimingizni boyitishga yordam beradi. Ikkinchisi, birlikdagi otlar bilan 5 ta gap tuzing. Demak, mana shu topgan 100 ta so'zingiz iloji boricha men tepada aytib o'tgan so'zlardan tashqari juda so'zlar yetarli topa olasiz. Ana shulardan 5 tasini olib gap tuzing. Gap tuzganda o'sha olmosh sifatlardan foydalansangiz bo'ladi. Yana ham sizga xotirangizga muhrlanishiga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha. До свидания.